Chegirma qilishimizdan maqsad Payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatimiz, hurmatimiz va sevgimiz uchun. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa Rabiul avval oylariga ham kirib keldik. Mana alhamdulillah. Bu oy Payg'ambarimiz alayhissalom tug'ilgan oy hisoblanadi. Eslatma. Biz yilda 2 marta chegirma qilamiz. Ko'pchilik biladi. Ramazonda, Ramazon oldi hamda Rabiul avval oyida. Bu yil ham shuni qilamiz. 20-avgustdan 25-avgustga qadar chegirmalarimiz ochiq. Xudo xolasa bemalol kelib yozilib ijoma olishinglar mumkin. Sunnatga ergashib inshaalloh. Kim olmoqchi bo'lib yurganlar bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Eshigimiz doim ochiq. Biz peshindan keyin Xudo xolasa kechasi 11-12 gacha ishlamiz. Chegirma qilishimizdan maqsad Payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatimiz, hurmatimiz va sevgimiz uchun. Alloh salomat qilsin. Kasal bo'lmanglar, kelinglar ijomaga.